Mana Xudo xolasa Dilshod hoji akani otxonasiga keldik. O'zi niyatimiz shu otni bir yalang'och holda o'zini, istarasini, bir xarakterlarini ko'rib o'rganamiz dedik. Har bir otni bo'lganday buni ham ko'rdik xonasida. Biroz hey deb qo'ydi boy ha. Mana o'ziga yarasha xarakteri bor. Nechinchi yilning qulini bu? 2016 ni. 16 ni. 9 ga to'libdi jonivor. Xudo xolasa. O'zi aslida endi kuchga to'ldi-da bu. Shunaqa. Qaynab chopadigan davri kelyapti Xudo xolasa. Uni muxlisi juda ko'p, shuning uchun birinchilardan buni haliga alohida bir chiroyli qilib syomka qilyapmiz. O'rgatganmiz bunga, rasmga olayotganda shunaqa qilasan deb. Mashalloh. Gap yo'q, ko'z tegmasin jonivorga. Xudo xolasa bugun buni bolasini ham savdosini ustiga kelib qolibmiz. Shunaqa. Furqatga buyursin, xayrli bo'lsin inshaalloh. Jonivor. Hammang mashalloh deb qo'yinglar, otni ko'rganlaringda. Keling mana bitta rasm. Bu yilgi eng katta haligi jahon chempionati desa bo'ladi. 2024-2025 mavsumda 3 kunida, uchala kunida ham bittadan avtomobilga soldi endi. Toy tana tuyasini aytmaydi. Hisobi yo'q uni. O'shani ikkita Malibu bilan, ikkita Gentra bilan bitta Malibuga solgan otda bu. Hoji aka, bu yana bir martadan shu kichkinaligi isboti aka. O'sha katta otlarga. Boya aytaman, katta bo'lmasa haligi ot choptirgisi kelmaydigan qadrdonlarimizga misol otni vijdonida gap ko'p. Vijdon bo'lsa, mushaklar hamma narsani ishlatadi, ishlagandan keyin ot kichkinasi yo'q. Endi albatta endi 1.65 dan kami qiynaladi, ammo mana shu otlar inshaalloh maza qilib choptiradigan